Necha yildan beri turishini sotasizlar? Savol bitta, taxminan 10 yilga bordimi yo bormadimi? Hozir bunaqa bog' yaratgan 3 gektar, 5 gektar bobolarimiz ko'p. Hozir ular yer olib yana 10 gektardan qo'shyapti. Nimaga? 1 yilda daromadini ko'rdi-da. Siz 4 yil, 5 yil, 7 yil vaqtini o'tkazasiz umrni yerda. 4 yil, 5 yil degani bitta insonni 4 yil umri o'tib ketdi degani. O'shanda natija bo'lmasa, keyin yangi bog' qilamiz, bog' qilishdan hafsalangiz pir bo'ladi. Nimaga? Shuncha yil mehnat qildim, arzimagan. Mana bu akam 12 millionga sotdim deyapti. U 12 million qo'pol qilib aytganda 1 gektarga 1 yillik mehnati. Akalar, hozir chetdan agronom kelsa, eng kamida bitta bog'izga 500 dollarga keladi. Kamida bitta maslahat uchun. Bo'lmasa 1000 dollarga xizmat qiladi. Bepul agronom, bepul maslahat. Turishini sotish balosidan voz kechadi dehqonlar. O'zbekistonning mevasi yaxshi narxga sotiladi. 3000, 5000, 10000 bo'lmaydi. Zo'r narx bo'ladi. Nimaga shoptoli superlarlar 3000, 2000 ga tushib ketyapti? Toshtoqa bilasizmi? Sifatsiz bog'lardan sifatsiz mahsulot chiqib, Rossiya bozorlarida qaytyapti, setlarda qaytyapti. Sifatsiz mahsulot ko'payib ketganligi uchun mahsulot tez tushib ketyapti. Men Amerika davlatiga borganimda savol berdim. Nimaga? Bog'bonga. Bu olmani sotalmay qolsang-chi desam, kuldi. Переводчик orqali. Nimaga kulyapsan deb savol bersam, men 2027-yilga olmayman sotib bo'lganman dedi. Ob-havo sharoit noto'g'ri bo'lsa, javob bermas ekan. Uni haqida hosillik kalibrini yetkazib berar ekan. 1 yilda nechta pul daromad qilasan desam, aytmayman-da, ayt dedi. 100 gektarida. Ho'jto'g'ri 8 million dollar daromad qilar ekan. Bo'lib ko'ringlar, nechta pulga to'g'ri keladi. Ha, bizda ham o'sha bu 8 million emas, hech bo'lmasa 1 million dollar daromad qilaylik 100 gektardan. Bizda imkoniyat bor, faqat intilishni qolamaymiz. Faqat eski ko'chatda eksa, turishini sotib olsa, do'ngibaya sotib olsa